Umuman olganda firibgarlarga o'lja bo'lmaslik uchun ko'p narsani bilish shart emas, lekin ko'pchilik insonlar moliyaviy tushunchalar zerikarli deb o'ylaganligi sababli qisqa lekin juda ham foydali videolarni ko'rishmaydi. Ushbu videoda sizga 3 ta yo'riqnoma haqida ma'lumot beraman va bu yo'riqnomalarga amal qilishingiz sizni doimo firibgarlar tuzog'idan saqlaydi. Birinchi qoida: agar notanish raqamdan sizga qo'ng'iroq qilib, o'zini kim deb tanishtirishdan ham qat'iy nazar shaxsiy ma'lumotlaringiz hamda nomeringizga kelgan tasdiqlash kodlarini ularga bermang. Agar sizga qo'ng'iroq qilgan shaxs rostdan ham bank xodimi yoki davlat organ tashkiloti xodimi bo'lsa, sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni hech qachon so'ramaydi. Chunki siz haqingizdagi barcha ma'lumotlarni davlat tashkiloti xodimlari tizimdan ko'rishlari mumkin bo'ladi. Ikkinchi qoida: pul bilan bog'liq yoki to'lov operatsiyalari amalga oshiriladigan barcha platformalardan foydalanishda albatta identifikatsiyadan o'ting va doimiy ravishda 2 etapli himoya yoqilganligini ta'minlab qo'ying. Bu esa boshqa qurilmalardan sizning akkauntingizga ruxsatsiz kirishlarni oldini oladi. Uchinchi qoida: agar yaqin yillar ichida kredit olishni rejalashtirmayotgan bo'lsangiz, kredit axborot tahliliy markazi byurosining Katim ilovasidan freeze xizmatini yoqib qo'ying. Bu esa sizning nomingizga sizning ruxsatingizsiz boshqalar tomonidan kredit olinishini oldini oladi. Xulosa o'rnida, agar moliyaviy firibgarlik qurboniga aylanishni xohlamasangiz, yuqoridagi 3 ta qoidaga muntazam ravishda amal qiling va ushbu videoni yaqinlaringizga ham ulashib qo'ying.